Assalomu alaykum aziz vatandoshim. Imkoniyatingiz bo'lsa, like bosing, komment yozing, qo'lingizdan kelsa tarqatib qo'ying. Kechagi kun bitta oilaga mudhish, juda ham ayanchli holat olib keldi. Bu sinov biz o'zbegimizga eskitdan yot, hammamizning boshimizda o'ziga yarasha qiyinchiliklarimiz bo'lib kelmoqda. Musofirda yurganlar, shu yerda turib yetim qolganlar, qancha biz o'zbegimizning boshidagi muammolarni o'zimiz juda yaxshi bilamiz. Shunday holatda bir oilaga bir musibat keldi, ya'ni butun boshli uylar yonib ketdi. Shunday holatda e'tiborsiz qoldirmagan holatda qo'lingizdan kelgani komment yozish, tarqatib qo'yish. Bundan orttinsangiz biz xursand bo'lamiz. Shunday qishli qarovli kunlarda ko'chada qolish degan narsa, kimnidir eshigini taqlatib borish degan narsa juda ham qiyinligini biz o'zbeklar juda yaxshi bilamiz. Qiyinchilik qon-qonimizga singib ketgan. Shu sababli e'tiboringizni ayamasdan iloji boricha ko'proq odamga tarqating. Ehsoningiz bo'lsa 1000 so'm, bo'lmasa 2000 so'm. Ortmasangiz shu biz aytgan gap like bosing, ko'proq odam ko'rishiga sababchi bo'ling. Bo'ldi.